harakatga xohishni bizdan katta avlod vakillari ichki tartib, disiplina deb atardi. Chunki ular baribir ruhiy kuchliroq bo'lganmikan? Balki ko'proq kitob o'qigani uchundir. Biz esa bugun endi uni motivatsiya deb atayapmiz. Buni hammasi asli o'sha harakatga xohishni uyg'otish, ishtiyoq. Ana shu ishtiyoq bo'lmasa odamzod tanazzulga yuz tutadi. Harakatga bo'lgan ishtiyoqni to'xtatmaslik kerak. Nima deb atasangiz ham, uni motivatsiya deb ataysizmi, ichki tartib, disiplina deb ataysizmi, katta avlod vakillari ataganidek. Ana shu harakatga bo'lgan ishtiyoq, o'zida shu xohishni uyg'ota olish. Bu har bir insonga eng kerakli tuyg'u.